Assalomu alaykum va rahmatulloh. Navbatdagi darsimiz Miftahul Arabiyya kitobi bo'yicha B1 saviyadagi, B1 darajadagi o'qish va yozish qismini 5-bo'limidamiz. Birinchi matni. Demak, boshladik. Umamun nahabat Singapura. Tez rivojlangan millatlar mana shulardan Singapur. في النصف الثاني من القرن العشرين حصلت تطورات مدهشة لمجموعة من الأمم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. Demek 20. asrda deyapti. 20. asrning ikkinchi yarmida umam degani millatlar. Ummatunning ko'pligi umamun. Ya'ni ko'pgina majmuadagi, ya'ni to'plangan bir qancha millatlar yoki ko'pgina millatlar desak tushadi. Ko'pgina millatlar turli sohalarda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy yo'nalishdagi sohalarda mudhishatan degani sezilarli, dahshatli rivojlanishlarga erishdi. Umamun o'sha millatlar istatoat an tuhaqqiqa tatawwuratin kabiratan xilala zamanin qasir. Demak, qisqa vaqt mobaynida kattagina rivojlanishlarni amalga oshirishni qila oldi, ya'ni amalga oshira oldi. ومن هذه الدول منشو دولتلردن سنغافور وماليزيا والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل. برازيليا، جنوبي كوريا، خطاي وماليزيا وسنغافور منشو دولتلردندر. واليوم سنتحدث عن دولة من هذه الدول. Bugun mana shu davlatlardan bir haqida gaplashamiz. Davlatu Singapur, Singapur davlati. Hiya ibaratun an majmu'atin min al-juzuri taqa'u fi janubi sharqi Asiya. Osiyoning janubi sharqida joylashgan orollar majmuasidan tashkil topgan davlatdir. Shundan iborat bo'lgan davlatdir u. تم الإعلان عن استقلالها عام 1965. 1965-yilda mustaqilligini e'lon qildi. وتعد أصغر دولة في قارة آسيا على الإطلاق والأقل من ناحية الموارد. خب موارد degani manba, resurslar degani, resurslar tomonidan ham eng kami bo'lgan va mutlaqo Osiyo qit'asidagi eng kichkina davlat hisoblanadi. Va fil ami nafsihi, ana shu yilning o'zida تولى لي كوان يو منصب أول رئيس وزراء للدولة المستقلة حديثا. Shu yilning o'zida yangi mustaqil davlat uchun davlatni vazirlarini bosh raisi, birinchi raisi, ya'ni prezidenti lavozimini, birinchi prezidenti lavozimini Li Kuan Yu qabul qildi. Xo'p. ليجد نفسه أمام تحديات صعبة. o'zini qiyin to'siqlar oldida topdi. Baladun laysa fihi tahdid. U shunday bir davlat ediki, unda reja ham yo'q edi. Va sha'bun g'ayru mutajanis. Bir millatdan boshqa xalq edi. Uni xalqi shunday bir xalq ediki, bir millat emas edi. G'ayru mutajanis, ya'ni bir mutajanis bir millatli, g'ayru mutajanis bir millatli emas, ya'ni boshqa millatlar qo'shilib ketganda, ya'ni aralash millat degani. Fa huwa khalitun min siniyina va hunud va malawiyin. U malayziyalik, hindistonlik va xitoyliklarni qo'shilishidan hosil bo'lgan edi. Ya'ni u qo'shilib ketgan, shularni aralashib ketgan edi. Khalid degani aralashgan. Va idofatan ila zalik, ana shunga qo'shimcha ravishda fasadun idariyun, boshqaruvi ham nosoz, ya'ni boshqaruvda ham kamchiliklari bor edi. Va nisbatu faqrin, kambag'allik nisbati murtafi'atun lil g'oya, o'ta ham baland edi kambag'allik nisbati. Va masakinu mu'zamuha, ko'pgina turish yashash joylari yomon edi, sayyi'un, yomon. Ya'ishu fihi, unda fuqaro, kambag'allar yashar edi. أما اليوم فقد تغيرت سنغافورة تماما. Bugun esa Singapur butunlay o'zgardi. Butunlay
o'zgardi. Chunki صارت في قائمة أغنى دول العالم ومن أكثر دول العالم امتلاكا للعملة الصعبة ومن أكثر دول العالم المستقرة سياسيا في قارة آسيا. Chunki Osiyo qit'asidagi siyosiy barqaror davlatlardan, ko'pgina davlatlardan va barqaror valyutaga ega bo'lgan ko'pgina davlatlardan va dunyodagi eng boy davlatlar ro'yxatidan joy oldi. Shularni ro'yxatida bo'lib qoldi. Shu jihatdan Singapur o'zgardi demoqchi. وتعد أيضا واحدة من أفضل دول العالم في التعليم. ta'lim sohasida ham dunyodagi davlatlarning eng afzallaridan bittasi hisoblanadi. Chunki tastaqdibu wufudan va bi'asatin alamiyatin lidirasati fi madarisiha va jami'atiha. Universitetlari va maktablarida darslar uchun jahon delegatlarini, bi'asat degan delegatlar vakillarini va vufudan degani bu ham delegatlar, jahon delegatsiyalari va vakillarini jalb qildi ta'lim sohasida. هذا التطور الذي شهدته سنغافورة لم يحدث بين ليلة وضحاها. Demek Singapur guvoh bo'lib turgan bu rivojlanishga Singapur bir tun va tong orasida sodir bo'lmadi. Bal bada'a munzu istiqlaliha sanata 1965 hatta muntasaf at-tis'inati ala al-aqal. Balki 1965-yilda mustaqilligidan buyon eng kamida, alal aqol degani eng kamida 90-yillarning o'rtalarigacha bo'ldi bu vaqt. Demak, shu rivojlanish shu vaqt mobaynida bo'lib o'tdi. Kama anna hazihi nahda kana laha awamil idda. Shuningdek, bu tez rivojlanishni bir necha omillari bor unda. Va ular qoidun hakim, dono yo'lboshchi, at-ta'limul jayyid, yaxshi ta'lim, mukafahatul fasadi bi kulli al-wasail, har qanday, ya'ni barcha vositalar bilan buzg'unchilikka qarshi kurash orqali bo'ldi demoqchi. فقد كان لي كوان يو الأب الروحي للتجربة السنغافورية مهتما بتطوير التعليم في البلاد لدرجة كبيرة في الوقت الذي اهتم فيه بتوفير الموارد المالية من خلال القضاء على الفساد وجذب الاستثمارات من الخارج. Li Kuan Yew demak o'sha davlatda ta'limni rivojlantirishga juda ham katta e'tibor qaratgan Singapurcha ta'lim asoschisi edi. في الوقت الذي يعني o'sha vaqtda اهتم فيه بتوفير الموارد المالية. demak moliyaviy mavarid degani xo'p soha deganida, ya'ni resurs, demak daromad desak ham bo'laveradi. Moliyaviy daromadni mavjudligida e'tibor qaratdi o'sha vaqtning o'zida. Ham moliyaviy tomonlama, ham demak ta'limga xilal al-qadoi ala fasad, demak
yerda qado ala degani hal etmoq degani. Al-qado ala al-fasadi va jazbil istismarot min al-xorij. Xorijdan istismarot degani kapital. Xorijdan kapitallarni jalb qilish va buzg'unchilik, fasod boradi, ya'ni nosozlik boradi dedik-ku, idorada boshqarishdagi idorani hal etish davomida, shuni mobaynida moliyaviy resurslarga ham mavjudligiga ham e'tibor qaratdi. Ya'ni bir vaqt o'zida ham ta'limga, ham chet eldan kapitalni jalb qilishga va boshqaruvni to'g'rilashga ham urindi demoqchi. Normalniy anchagina katta ish qilgan. Kimdir boshqaruv deb bilsa, kimdir ta'lim sohasini kuchaytirgan. Endi bu yoqishim hammasini bitta olib ketgan ekanda. Qoyil lekin. Fin nihoya oxirida esa yumkinu li ayyi davlatin faqiratin an tanhada va tatawwur va yumkinu li ayyi sha'bin an yartaqiya mahma kana g'ariqan fil jahl. Demak, nihoyasida esa, oxirida esa yumkinu li ayyi davlatin, har qanday kambag'al davlat, faqira, an tanhada va tatawwur, uyg'onishligi va rivojlanishligi mumkin. Va yumkin, yana mumkin, li ayyi sha'bin, har qanday mamlakat, har qanday mamlakat deymana xalq, har qanday xalq, an yartaqiya, bu ham rivojlanish, bu rivojlanishi, unishi, o'sishi mumkin. Mahma kana g'ariqan fil jahl, qanchalik degani mahma kana, qanchalik ilmsizlik botqog'iga botib ketgan bo'lsa ham har qanday mamlakat o'sib rivojlanib ketishligi mumkin. Va tazallu ma'ayil al-qiyadati al-hakimati, oqilona degani, hakima degani, demak oqilona, dono boshqaruv me'yorlari esa mustahkam kelajakni bino qilish uchun asos bo'lib qoladi deb tarjima qilamiz. Zolla yazullu bo'lib qolmog'i. Buni tarjimasini qilgandan keyin bu masdari, manbasi Al Jazeera gazeta ekan. Xo'p, gazeta deymana. Al Jazeerada olingan ekan demak. Bitta tasarruf. Bundagi har bitta so'zlarni, gaplarni olib turib, imkon qadar mana shu rivojlanishga, o'zi O'zbekistonda rivojlanishini mana shu matn degindaqa qilib tuzib chiqsangiz agar, bizda ham qancha qiyinchiliklar bo'lgan, rivojlanib mustaqillikka erishib, undan keyin ham kerak bo'lsa shu holatga yetib kelgungacha, shularda agar arabcha holatda o'gira olsangiz, shu qolip asosida yillarni o'zgartirasiz, ismlarini, likvaniyni o'zgartirasiz, boshqa qilasizda. Keyin misol nimaga e'tibor berildi bizda ham, shu ta'limga, sportga, mashinasozlikka, shu e'tibor berilgan har qanday sohalarni yoritib bersangiz, shunda inshaalloh anchagina manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.